Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, bu xolosa mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. O'sha trenddagi rangimiz mokriy rangdagi qalin 08 dan 2 dona eshik, 2 dona rom tayyorlab berdik. Xo'p, bu zakazimiz o'zimizni Andijonda ko'makaga Muhammadjon akamizni xonadoniga tayyorlab berdik. Fasonlarini, ranglarini o'zi tanladi. Razmerlarga moslab, eshiklarini ham, romlarini ham chiroyli holatda tayyor qilib berdik. Xo'p, sizlarga hozir bularning narxlari, eshik romlar razmerlari, qo'shimcha nima qilingan, qalinligi necha, hammasini aytib o'tamiz. Kuzatib turinglar. Eshigimizda xo'p, razmer eni 1.10 ga, bo'yi 2.28, bitasi 1.10 ga 2.32. Ichkariga o'ng tomonga ochiladigan qilib mosladik. Derazalari 1.30 ga, bo'yi 1.40 bo'lgan derazalarimiz. 3 ko'zli qilib bespram holatda qilib berdik. Shu stil yasash uchun eshik rom derazalarni 1.5 metrgacha shu razmerda yasaymiz. 1.5 metrdan baland bo'lgan romlarni pramog'li qilib yasaymiz. Shunda chiroyli chiqadi. 3 ko'z qilganmiz, o'rtadan 2 ko'zi ham ochiladi. Bu romlarimizni rangini bir xil qilib, padokomni ham moslab berganmiz. Shu narx ichida ketadi, narxlarni ham aytaman. Bo'limen emas, ranglari bir xil qilib qo'yilgan. Padokomni ham 50 lik padokomni kattasidan. Xo'p, mana bu mokriy rangga bilasizlar, qora zapchas chiroyli tushadi. Shuning uchun zamogini oshimoshlik shpanglet romda ham hamma zapchaslarni bir xil qora rangda qilib berganmiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Romimiz ruchkasi, oshimoshig'i, eshigimizni zamboylari ranglari bir xil holatda bo'lgan. Zapchaslarigacha chiroyli qilib did bilan yondashganmiz. Xo'p, laklarini chiroyli turishi uchun glansli lak qilib sepib berganmiz. Bu MDFimiz mokriyda pudraligi. Mokriyda ham 4 xil 5 xil bor. Bu pudrali varianti chiroyli chiqadi. Kraskalarga e'tibor berasizlar, laklariga. Bekarga sizlarga yaqin olib bermayapman, chunki uzoqdan qarasanglar oddiy ham yaxshi ko'rinadi. Yaqinga borsanglar bilinadi. Endi yaqindan kelish imkoni uchun men sizlarga ataylab syomkani yaqin qilib mana olib beryapman. Xohlasangiz ustaxonaga kelib bemalol tayyorlari ham bor, ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqbosh tumanida, Addenni katta sex ustaxona, shu yerda o'zimiz yasab, hamma yo'g'ini qilib beramiz. Xo'p, aynalarimizni germetika qilib solib berganmiz. Oq gulyoynik, tepasiga sidon. Sovuq kirib, yurganlar taraqlab, salga sinib olmasligi uchun, hashilarga tegib tiqlab bermasligi uchun germetika qilib solamiz. Derazalarga ham xuddi shu holatda. Yaxshi narsa germetika. Xo'p, korobkasi qalinligi keladigan bo'lsak, derazamizni ham, romimizni ham, eshiklarimizga qalinligi korobkasi 10 sm bo'ladi. Qalinligi 4.5 yog'ochdan baquvvat korobka. Nalishlarimiz 10 lik, MDFimiz 08 qalin MDF. Bu reykalarda romlarimiz shilinib ketmasligi uchun shunaqa stoycha qo'yib qo'yamiz. Shilinmaydi, qirilmaydi, akkuratni bitadi. Xo'p, bularda narxi keladigan bo'lsak, bularimizni narxi ikkita eshik romimiz o'lchab kelish, yasab, oynalargacha, padokomlargacha yana bor o'rnatib berish narxi 7 million 300 ming so'mga hamma narsasi bilan bo'ldi. Xo'p, MDFlarimizning ranglari, fasonlari har xil bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansanglar, katalogni tashlab, uylar interyeriga qarab qilib beraveramiz. Nomerimiz 99 607 69 00 da. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Endi bu eshiromning narxi, eshiromlarda o'zini katta kichigiga, rangiga, fasoniga qarab pul chiqaramiz. Kimdadir mana shu eshirom misol 6 millionga bitadi, kimgadir 8 millionga ham bityapti. Bu eshiromlarning qalin yuqoriga, fasoniga qarab tanlasanglar, pulini chiqarib beraveramiz. Lekin biz hisoblaganda eshiromda shu 08 qalinlikda shunaqa kачествоda hisob-kitob qilamiz. Oynaga zamogigacha ichida bo'ladi. Korobkalari ham hammasini qalinligi shu videoda necha aytgan bo'lsak, shu holatda bo'ladi. Shumkalari ham bo'ladi bularda mana. Xo'p, yonboshda, tepa tarafda shumkalari, rekalari ham 3 ga 4.5 lik reka, baquvvat bo'ladi. Shu narsani xudo xolasa olib borsak, tekshirib olaverasizlar. Aytilgan narsaga hisob-kitob qilib beramiz narxini. Kvadratga keladigan bo'lsak, metr kvadrati 800 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar faqat eshikni o'zi bo'lsa 850 ming so'mdan. Agar derazalar bilan aralash bo'lsa 800 ming so'mdan qilib beramiz inshaalloh. Padokomlar lekin addenni hisoblanadi, chunki devorga katta kichigiga qarab bitta padokomni 150 ming 300 ming so'mgacha chiqadi. Uni devorlarga qarab alohida hisoblab beramiz. Aloqa qilsanglar bemalol gaplashaveramiz. Keyin aytgandek, hammalarga rahmat. Obunachilarimiz 1000 ta bo'ldi. Xudo ishlarimiz hammaga ma'qul kelyapti. Kuzatishda obuna bo'lib davom etsanglar. Xo'p, katta ob'yomda, har xil rangda MDFdan, yog'ochdan eshiromlarimiz bor. Ajoyib turdagi, ajoyib rangdagi eshiromlarimiz qo'yib boramiz. Kuzatib davom ettirsanglar, sizlar yoqqan narsa bizning kanaldan chiqsa, inshaalloh bemalol zakaz bera olasizlar.
keyin dastlabki uстановkasini aytib o'tay. Vodiy bo'yicha deganmiz. Vodiy bo'yicha qanday, masalan, misol eshik romlari oz ko'piga qarab, объемga qarab dastlabki uстановkasini ichida yoki отдельно qilib kelishamiz. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat. Salomat bo'ling inshaalloh. Sizlarga ham shunaqa chiroyli eshik romlar nasib qilsin. Doim nomingizni olib, bemalol shu nomerlarga aloqa chiqib bo'la olasizlar. Salomat bo'linglar.